Sen hali men aytganimni qilmayotgan bo'ldingmi? Bu yoqqa kel. Men bu xatti-harakatim bilan kimnidir kaltaklab, zo'ravonlikni targ'ib qilmoqchi emasman. Aksincha, xotiniga qo'l ko'targan bir kimsa haqida xabar qilmoqchiman. Gap shundaki, G'uzor tumanida farzandini shifokorga olib borgan ayol eri tomonidan kaltaklandi. Mazkur voqea joriy yilning 30-mart kuni G'uzor tumani tibbiyot birlashmasining hududida sodir bo'lgan. Farzandini qo'lida ko'tarib ketayotgan ayolining ortidan kelib, uning bosh qismiga urib ketadi. Bu holat esa yaqin atrofdagi kuzatuv kameralariga tushib qoladi. Farzandimni G'uzor tuman tibbiyot birlashmasiga ko'rsatish uchun turmush o'rtog'im bilan birgalikda bordik va u yerda doktorlarga ko'rsatib qaytayotganimizda o'zaro oilaviy kelishmovchilik yuzasidan ziddiyatga borib qoldik. Hozirda meni hech qanday tan jarohatim yo'q va hech qanday davoyim yo'q. Hozirda biz birgalikda oilaviy yaxshi yashab kelmoqdamiz. Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ushbu holat yuzasidan rasmiy izoh berdi. Er-xotin o'zaro janjallashib, er-xotiniga kuch ishlatgan. Janjalda xotin tan jarohat olmagan va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilmagan bo'lsa-da, holat G'uzor tumani Ichki ishlar bo'limi tomonidan o'rganildi va huquqiy tushuntirish ishlari olib borildi.